Assalomu alaykum hammaga. Hop, ko'mirli katovlarimizni pastdan yonadigan turidan o'rnatdik. Hamma hozir ishlab chiqarayotganlar tepadan yonadigan qilib bergan. Bu pastdan yonadi. Ya'ni ustimiz ko'mir solinaveradi, yonishi pastdan yonib, bemalol yana ustiga zapravka qilsa bo'laveradi. Yonish holatini ko'rsatmam qo'yay. Mana shu holatda mana hozir ustiga solsangiz yana orqada yonib o'taveradi narigi tomonga. Pastga tortadigan sortida mana ventilatorlar ishlab turibdi. Shu firmadagi akalarimiz mana shu brend ekan. O'zimiz andijonlik usta bolalar yasashyapti. Effektlari yaxshi, yonishida, tortishida muammolar yo'q. Xudo xolasa. Mana shu holatda sistemalarimizni yuvdik. Mabodoga maga ikkita tent bilan ariston tiqib qo'ydik. Shunday katolni uzib, agar endi bir ko'mirda muammo bo'lib yoki katolda muammo bo'lib qolsa, elektriskiy qilib yoqib tursa bo'laveradi.